Assalomu alaykum jigarlar, yaxshimisizlar, turibsizlar? Sizlar bilan Nodibek Bilsibozlar. Bugungi videomizda sizlar bilan biz ChatGPTdan dilimdagi so'kki 2006 o'yin uchun qanaqa futbolchilardan tarkib tuzishni o'rganamiz. U mendan so'rayman, qaysi futbolchilar o'sha pozitsiyaga yaxshi deyman, u o'sha futbolchini aytadi va o'sha futbolchini ko'ramiz jigarlar. Qanaqa futbolchi aytarkan bizga? Qani let's go jigarlar. ChatGPTga kirib oldik. Menga Liga o'ynaymiz. Liga Soccer 26 o'yini uchun eng zo'r darvozabonni ayt. Reytinginiyam deb yuboramiz. Bizga qanaqa jigarlar birinchi o'rin deyapti. Donnarumma 85 reytingga eng kuchli darvozabon deyapti. Ikkinchi o'rin Thibaut Courtois 84, uchinchisi Alisson Becker, to'rtinchisi David Ray, beshinchisi Emiliano Martinez. Faqat bittani tavsiya qilaman. Donnarummaning 85ligini olishlar kerak ekan akkauntinglarga. Ikkinchisi bizga himoya chap himoyachi. Chap himoyaga menimcha Nuno Mendes degandim. Jigarlar Teo Hernandez aytyapti, 84 over deyapti. Hozir menimcha jigarlar bu Teo Hernandez aytyapti jigarlar. Hozir Teo Hernandez 84 bo'lmasa kerak, 82 bo'lsa kerak. Lekin bari Teo Hernandez juda kuchli himoyachi. Nuno Mendesdan ham kuchli. 82 ham olib qolaveradilar. Mening akkauntimda Nuno Mendes yo'q. Chunki Teo Hernandez o'zim olmayman, chunki Teo Hernandez o'zim akkauntimda bor. O'ng himoyachi yo'lish chalg'ib ketyapman, xato yozib ketyapti. Achraf Hakimi, Trent Alexander-Arnold, Joel Kunde, Dani Carvajal, Fermin Frimpong deyapti. Sizlarga maslahatim jigarlar. Birinchi o'rinda Achraf Hakimini olinglar. Reytingga qiziqmasanglar, Jamere Frimpongni ham olsanglar bo'ladi. Reytingi past bo'lgan bilan juda tezkor himoyachida jigarlar. Endi markazni so'raymiz. To'xta, birinchi 4-4-2 sxemaga bo'lmasa ham ikkita markazga ayt himoyachini deb himoyachini xato yozib ketyapti-da. Van Dijk, Ruben Diashni aytayotgan ekan jigarlar. Bilmadim, lekin ikkita markaziy sibir uchun bitta markaziy himoyachi Ruben Diash. Bu ikkisi birga o'ynasa himoya juda mustahkam bo'ladi deyapti. Menimcha Ruben Diashning 84lik kartasi aytyapti. Tushib ketgan Ruben Diash. Menimcha jigarlar ChatGPT sal xato aytyapti. Lekin ChatGPT ham narsani bilsa kerak, o'shaning uchun nima ham deymiz. 4ta markazga ayt yarim himoyachi. Mana jigarlar, eng zo'r 4talik karta. Rodrining 86lik kartasi deyapti. Bellingham 86lik kartasi va Federico Valverde 85, Declan Rice 84lik deyapti. 4-3 sxemasiga o'ynasangiz, bu 4 likdan eng kuchlisi
Bu to'rtlikdan eng yaxshi uchlik deyapti. Rodri tayanch, Bellingham markaz va Valverde bog'-toboq degan ekan. Tushunmadim lekin hujum 3-G. Qani hujumga bizga qanaqa futbol chiqarayotgan? Bildim. Mana shu yorib tashlaydi deganlar. Deganlar xafa bo'lish yo'q. Menimcha bu reytingni sal ko'tarib aytyapti. Qaranglar qanaqa tarkib tashadi bu. Vinicius o'ng qanot deyapti. Chap qanot. 86lik level. 85 bo'lsa ham, 81 bo'lsa ham juda kuchli Vinicius. Kylian Mbappening 86lik kartasini olsanglar 87 ko'rsatyapti. Bilmam, lekin 86lik kartasi eng kuchli kartasi. Muhammad Salahning 84lik kartasi ham deganlar dahshat. O'zimda bor 86ligi. Dahshat o'ynaydi. Aniq olishinglar kerak deganlar. Mana deganlar tarkibni reytinglari bilan tanishdi. Tuzuban berib ChatGPT deganlar. Videorolik yoqqan bo'lsa, videorolikka like bosib, kanalimga obuna bo'linglar deganlar. Bundan qiziqarli videolar chiqaraman deganlar. Kimga Sabita yutib berish xizmat kerak bo'lsa, kommentariyada bu telefon raqamimni qoldiraman. O'shani yozsanglar, Telegramdan 10,000 so'mga qanaqa bir bo'lsa ham, qanaqa akkauntda bo'lsa ham yutib beraveraman deganlar. Hammaga rahmat deganlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Let's go.